Assalomu alaykum, hurmatli dehqonlar, fermerlar. Hozir sarimsoq piyoz maydoniga, ekin maydoniga kelganmiz. Bu yerda bazal bakterioz kasalligi tarqalgan. Buni hozir bu haqida to'liq ma'lumotlarni berib o'tib ketishga harakat qilamiz. Hozirda bu kasallik endi Toshkent viloyatida sekin tarqalishni boshlayapti. Undan tashqari Namangandan bitta dehqon akamiz ham telefon qilib chesnoklarning rasmlarini tashladilar. Buni ko'rib chiqdik. Haqiqatan bazal bakterioz ekan. Bu kasallik rivojlanishni boshlayapti. Endi bu kasallik haqida ma'lumot berib o'tib ketaman. Bu kasallik 2 gradus haroratda sekin astalik bilan rivojlanishni boshlaydi. Buni optimal rivojlanishi 20 gradusdan 25 gradusgacha bo'ladi. Ana endi qaysi gradusda rivojlanish chegarasi, eng yuqori chegarasi qaysi gradus deb aytiladigan bo'lsa, bu 37 gradusdan yuqorida bu kasallik rivojlanishdan to'xtaydi. Mana shu oralig'ida ekinlarga, sarimsoq piyozlarga jiddiy zarar yetkazishni boshlaydi. Jamshid aka, bazal bakterioz kasalligini simptomlari haqida, asoratlari haqida ham bir aytib ko'rsatsangiz. Oldin birinchi ma'lumot sifatida aytib o'tib ketaman. Bu kasallik avvalgi 2024-yilda kuz oylarida tarqalgan o'zi aslida. Tarqalganligi qanaqa bo'lgan? Tarqalib turib simptomlarni ko'rsatgan, undan keyin sovuq tushishi bilan sirazi o'zini kuchini kamaytirgan, u ta'sir kuchini yo'qotib turib, mana endi o'ziga qulay sharoit kelgan paytida rivojlanishni boshlayapti. Azizbek, yaqinroq olib kelasiz, uni simptomlari haqida bir ma'lumot berib o'tib ketaman. Ma'lumot berib o'tib ketgan. Qarang, mana bu bazal bakterioz simptomlari. Mana ko'ryapsiz, mana menga yaqinroq olib keling. Uni simptomlari barglar sekin uchlardan qurishni boshlaydi, siyoh rang tusga kiradi, binafsha rangga tusga kirib, sekin rivojlantirishdan to'xtatib qo'yadi. Hozir buni yulib ko'rmaymiz. Sababi o'zi ko'chatlarning soni kam ekan. Namanganlik akamizni jo'natgan rasmlarni montaj davomida qo'yib ketamiz. Shuni bitta yulib ko'rsatsangiz ham bo'laveradi. Jamshid aka, olib bitta ko'rsating, baribir dehqonlarimiz bilsin qanaqa holatga olib kelishini. Mana hozir ko'rsangiz ham bo'ladi. Mana bundan chirishni boshlayapti. Mana shu yerdan ildiz chirib ketadi-da, ildizi tom-tog' bo'lib o'zi qolib ketadi, poyani o'zi qolib ketadi. Mana shu bazal bakteriozi simptomlari. Mana rivojlanishdan to'xtatib qo'yadi, orada bo'ladi. Ana endi ko'rishinglar mumkin, mana buni bo'yi past, уже rivojlanishdan to'xtab qolgan. Mana oldidagini ko'rishinglar mumkin, bularni ko'rishinglar mumkin. Farqi mana juda katta. Kasallangan bilan kasallanmaganni. Xo'p, ana endi bularni tarqatish manbalari qanday deyiladigan bo'lsa, begona o'tlar, undan tashqari so'ruvchi hasharotlar. Asosan so'ruvchi hasharotlar deganda bunga trips ko'proq tushadi, zarar kunandasi. Mana shu trips zarar kunanda tezda tarqatib tashlaydi. Undan tashqari shamol yordamida tarqaladi. Undan tashqari yana muhim bir ma'lumot sifatida aytib o'tib ketaman, tuproqda ham saqlanib qoladi bu kasallik. O'ziga kerakli qulay sharoit bo'lganda asta-sekinlik bilan o'simliklarga zarar keltirishni boshlaydi. Qulay sharoitlarni aytib o'tdim, qaysi haroratlarda rivojlanishini. Ana endi buni kurashish choralari haqida aytib o'tib ketaman, kurash choralari. Xo'p, Agrogold kompaniyasi bunga qanday yechim bera oladi? Mana shu to'g'risida aytib o'tib ketaman va undan tashqari himoyani integratsiyalash haqida ham ma'lumot aytib o'tib ketaman. Xo'p, Agrogold kompaniyasi bunga Malham Gold preparatini tavsiya qiladi. Tushishi boshlagan bo'lsa, hozirgi kunda juda ko'p joylarda tushishi boshlagan bo'lsa, eng avvalo Malham Gold preparatini sepish kerak bo'ladi. Sababiki Malham Gold tarkibida mis moddasi bor, ta'sir qiluvchi moddasi mis. Undan tashqari kazugamitsin ta'sir qiluvchi moddasi bor. Endi qaranglar, mis mana shu o'simlikni ustida turgan bakterial kasalliklarni, ularning sporalarini ma'lum bir muddat to'xtatib turadi rivojlanishdan. Tarkibida mis bo'lgan preparatlar. Undan tashqari qo'shimcha emas, yaxshi ta'sir qiladigan kazugamitsin ta'sir qiluvchi moddasi bu o'simlikka singib turib, sistemaga kirib antibiotiklik vazifasini bajarib beradi. Ana endi integratsiyalash, uyg'unlashgan himoyani qanday amalga oshirish kerak bo'ladi? Bu yerda mana shu holatda bo'lsa, ekinlar mana shu holatda bo'lsa, kasallik rivojlanib tarqalishni boshlayotgan bo'lsa, eng avvalo Malham Goldni preparatimizni, fungitsidimizni sepib turib, undan keyin Bionovatik kompaniyasini
psevdobakterin va organik F preparatlarini sepish tavsiya etiladi. Sabab bunga psevdobakterin preparati tarkibida Pseudomonas aeruginosus bakteriyasi bor. Mana shu bakteriya mana shu kasallikni bazal bakterioz kasalligini ma'lum bir muddat oralig'ida 10 kundan 15 kun oralig'ida mana shu kasallikni tozalab, o'ldirib tashlab, mana shu joyi tozalab beradi. Endi organik F preparati bu Trichoderma aspergillum bor tarkibida. Boya ham aytib o'tdik, tarkibidagi Trichoderma aspergillum tuproqdan himoya qilib beradi o'simliklarni. Undan tashqari tuproqdagi bor kasalliklarni o'ldirib tozalab berganligi sababli himoya integratsiya bo'ladi, uyg'unlashadi. Endi tuproqqa ham o'sha organik F preparatini Trichoderma aspergillum ta'sir qiluvchi mikroorganizmini sepilgandan keyin ham mana boya aytib o'tganimizdek ildizda mana shu joylarni himoya qilishga yordam beradi. Psevdobakterin preparati mana shu ustidan himoya qilib beradi. Mana shunday qilib uyg'unlashgan himoyani amalga oshiramiz. Ana shundan keyin kasallik birmuncha to'xtashni boshlaydi, bir-biriga yuqishdan ancha xoli bo'ladi. Keyin undan tashqari yana qo'shimcha sifatida aytib o'tib ketaman, buni ko'pchilik biladi. So'ruvchi hasharotlarga o'ta ehtiyot bo'lish kerak. So'ruvchi hasharotlar, ayniqsa tripslar bir-biriga sakrab turib yuqtirib tashlaydi. Shundan ehtiyot bo'lish kerak. Jamshid aka, tripsga videolarimiz bor. Tripsga YouTube kanalimizda videolarimiz bor. Ayni vaqtda tripsga ham уже kurashadigan boshlangan. Bu ekin maydonida tripsga kurash bo'lindi. Goldfos preparatimiz sepildi. Trips hozir yo'q, lekin baribir mana kasallanishdan to'xtagan o'simliklar bor. Bu yerga metxlorok preparatimizni sepganmiz. Birinchi eng avvalo metxlorok preparatimizni sepib turib, undan keyin Bionovatic kompaniyasining psevdobakterin preparatini sepib, ma'lum bir muddat to'xtatib turibmiz. Mana hozircha kasallik tarqalishi kam, bir-biriga ketmayapti. Yana bir muhim ma'lumot qolib ketibdi, esdan chiqib qolibdi. Undan tashqari bu bazal bakterioz kasalligini shunaqa simptomi borki, bu bir xilda quruq chirish holatida bo'ladi, bir xilda ho'l chirish holatida sekin astalik bilan chirib, barglari chirib ketib qoladi. Shu. Jamshid aka, ma'lumotlar uchun rahmat. Xo'p. Sog' bo'ling, charchamang. Rahmat. Hurmatli bizni YouTube kanalni kuzatib borayotgan dehqonlar, fermerlar, YouTube kanalimizga obuna bo'linglar. Savollaringiz bo'lsa kommentariyada qoldiringlar. Muhim eslatma sifatida aytib o'tib ketaman. Ob-havo sharoiti 35 gradusdan yuqori darajaga ko'tarilgungacha, agarda nobodda sarimsoq piyoz yetishtirilayotganda 35 gradus sarimsoq piyoz yig'im davrigacha 35 gradusdan yuqori bo'lgan harorat bo'lsa, ana shunda kasallik to'xtashi mumkin. Agar undan pastroq harorat bo'ladigan bo'lsa, har 10 kunda, 5 kunda, 10 kunda, 15 kunda muntazam ravishda sarimsoq piyoz ekin maydonlaridan xabar olib turish kerak bo'ladi va kurash choralarini qo'llash kerak bo'ladi. Jamshid aka, ma'lumotlar uchun rahmat. Sog' bo'ling, charchamang. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha.